45 yoshda, hozir 70 yoshli odamni shikoyatlarini aytyapsiz. Qon aylanmagandan keyin butun organizmda muvozanat buziladi. Unga siz dori ichasizmi? Amerikaga borib davolanib kelasizmi? Yoki bo'lmasa eng zo'r klinikalarga yotib, kaplitsalarni eng zo'r qimmatlaridan olasizmi? Umuman foydasi yo'q. Bizda qon tomirlarimiz bor. Qon tomirlar ichi oddiygina aytaman sizga. Xuddi mana bu pechka bo'ladi-ku, mana qishloqqa quriladigan pechkalar. Ana o'sha pechkasini shunday mo'risi biz yoshligimizda to'lib qolardi, dadam mana bunday qilib tozalardilar-da. Xuddi o'shanga o'xshab mo'rini ichini qurum bosib qoladi. Ana shu mo'ri bizda qon tomirlar. Tushundingizmi? O'sha qon tomirlarimiz yillar o'tirgan. Mana siz hali 45 yoshsiz. Chunki infarkt, insult, mana shularning hammasini yosharib ketdi. Siz 45 yoshda, hozir 70 yoshli odamni shikoyatlarini aytyapsiz. Visiz. Mana bu holatingizdagi sizni bo'yingiz bilan visiz bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Sababi birinchi o'ringa organizmni tozalash kerak. Men sizga hech qanaqangi davo bera olmayman. Chunki meni berayotgan o'sha osma ukolim ham, meni sizga berayotgan yoki giyohli dorim ham siz ichingizni tozalamasdan turib ta'sir qilmaydi. Organizmda qabziyat bor deb hisoblaylik. Qabziyat bormi? Organizmda metabolizm buzilgan, ya'ni moddalar almashinuvi buzilgan. Qabziyat bormi? Siz nima yeysiz, nima ichasiz, qanaqa dori ichasiz, u hech qanday sizga porimaydi. Bilasizmi? Ichaklar aynan bizni organizmimizda o'tkazuvchanlik, yeyotgan ozuqamizni o'tkazuvchanlik vazifasini bajaradi. Bizning ichaklarimiz nima uchun kerakligini bilmaydi odamlar. Nima uchun? Sababi aynan o'sha o'tkazuvchanlik, ya'ni bizga foydali narsani olib, bu yoqqa o'tkazib berish ichakning vazifasi. Uni o'ziga becharaga o tuzuk qabziyat bo'layotibdi, qotib yotibdi, boshqa bo'layotibdi. Nima uchun keyin toksinlar yuzaga keladi? E'tibor berganmisiz? Yosh kattalar bo'lavergandan keyin papillomalar chiqishni boshlaydi. Ko'pincha bo'yin sohalariga bo'ladi, qo'ltiq sohalariga bo'ladi, qorin sohalariga bo'ladi papillomalar. Nima uchun? Organizmda mioma bor, kista bor. Ana shuni hammasi organizmning 7-darajali zaharlanishini bildiradi. Organizmda 7-darajagacha zaharlanish bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi. O'shangacha sizda ogohlantirib bordi. Siz lekin organizmni tozalamadingiz. Organizm tozalamaganingizdan keyin 7-bosqichga yetib borgandan keyin o'z sizga mioma, o'z sizga kista, o'z sizga boyagi polip, har xil bir o'smachalar yoki organizmda xavfli o'smalar ko'rinishda yuzaga keladi. Mana shularda hammasi borib organizmni buzilishidan, organizmdagi muvozanat buzilishidan, organizm zaharlanganidan dalolat beradi. Sizda ham hozir mana shu narsa 45 yillik qanday yashab o'tgan bo'lsangiz hayotingizni natijasi mana shu. Siz qiz paytingizda 80 kilo tug'ilmagansiz-ku. Qanaqa qiz bo'lgansiz masalan? Aslida 3 marta ovqat yeyish o'zi propaganda.